أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم سواقداشlar. Bugünkü dersimiz Cem'ut Teksir. Ders Cem'ut Teksir hakkında buludu. Onda da cem'i degan nima ve cem'i qancha qismga bo'linadi, ular qaysilar degan haqda biz oldingi darslarimizda to'xtalib bo'lgan. Bugungi darsimiz avzan cem'i teksir. Yani cem'i teksirning vaznlari haqida to'xtalamiz. Amaliyotda cem'i ikkiga bo'linadi. Cem'ut tashih ve cem'ut teksir deb. Ama cem'ut tashih ikkiga bo'lingan, cem'i muzakkar salim ve cem'ul muannas salim deb ikkiga bo'lingan. Ama cem'ut teksir yani ikkiga bo'linadi. Bu cem'ul qillah ve cem'ul kasra deb ikkiga bo'linadi. Cem'ut teksir degan nima desa, cem'ut teksir degan uning birligining qurilmasi o'zgartirish bilan qilingan jam'ini cem'ut teksir. Cem'ut teksir ma'nahu cem'ut taghyir degan ma'noda. Yani birligining qurilmasi o'zgartirilgan jam'i degan ma'noni bildiradi. Endi mushu cem'ut teksir ikki qismga bo'linadi. Cem'ul qillah ve cem'ul kasra deb. Endi cem'ul qillat azlıqning jamisi, cem'ul kasrat ko'plikning jamisi desak, cem'ul qillatning vaznisi 4 bo'lib, bu 3 dan yuqori 10gacha bo'lgan oraliqdagi 3 dan 10gacha bo'lgan oraliqdagi narsalarning sonini bildiradi. Ama cem'ul kasrat u 10dan yuqori malayente cheksiz bo'lgan sonlarni bildirgunni cem'ul kasrat deymiz. Musannif rahimahullah dersini cem'u qillat vaznlari bilan boshlagan. Allah musannifdan rozi bo'lsin, Allah uning rahmat qilsin. Musannif rahimahullah mundaq deydi: Af'ilatun af'ulun summa fi'la summa ta'af'alun jumu qillah degan. Af'ila, af'ul, andın fi'la, andın af'al bu azlıqning jamisidir degan gap. Azlıqning jamilarining vaznlaridir degan bo'ldi. Bizning diqqatimizni tortadigan bu baytda yana bir ya borki, af'ila, af'ul harflar tashlangan bu yerda af'ilatun bilan af'ulning o'tirishida harflar tashlangan bo'lsa, summa fi'la deganda summa degan iborat harflar kelgan bo'lsa, summa ta'af'al summatamu harfat bo'lib kelgan. Demak, buningdan ko'rishga bo'ldiki, samma sammata zarful makan bo'lib kelganda summa muharfat bi summatamu harfat deb keladi. Lekin nayta az uchraydi. Summataning harfat bo'lib keldigani aniq yo'q deyarlik. Ammo keladi. Mana chunki Ibn Malik rahimahullah bizning bunu beytida af'ilatun af'ulun summa fi'la summa ta'af'alun jumu qilla deb summa ta'af'al deb atadi. Misal summa ta'af'al deb summa degan so'zni harfning kelganligi bu harfat ekanligiga dalolat qiladi. Demak, bu 4 xil vazna jami qillatning vazni bo'lib, uning birinchisi af'ila, mana arghipa deganga o'xshash, af'ul, aflus deganga o'xshash, anfus deganga o'xshash, fi'la, sibya deganga o'xshash, sabiyun sibya deganga o'xshash, af'al masalan ashbal deganga o'xshash. Ammo jami kasratning vaznlari nihoyat ko'p bo'lib, buning tafsiloti endi keldi. Endi arab tilida shu nurg'un qoidalar qiyosiy qoidalik bo'lsa-mu, lekin shu qoidasiz bo'lgan kasiratul istimal ishiltilishning ko'p bo'lishi orqali murojatul muajjal lug'atlarga murojaat qilish orqali oldimizdan ko'p etish orqali bilinadigan ilmlarning qatoridan birisi jamu kasrat vaznlari. Bu jamu kasrat vaznlarini oldimizga ko'p uchirtish orqali, bizning oldimizga ko'p o'tash orqali va uning jamisini o'qimoqchi bo'lsak, lug'atlarga murojaat qilish orqali andin bu vaznlarning ugunib bo'g'ili bo'ladi. Endi jamu kasratning vaznlari tövende boshlanadi. Va ba'du zi bi kasratin wadb an yafi ka'arjulun va al-aksu ja'a kas sufi.
Bu beytin oturuqildigan mazmun xuddi jamu kasrat, jamu qillat ba'zi chog'da jami kasratga ishlatilganga o'xshash, jami kasrat vazni ba'zi chog'da jami qillatga ishlatiladi demakchi. Jami qillat uchun tayinlangan asli vazni bekitilishda, arab tilida bekitilishda jami kasratga bekitilgan vazi ba'zi chog'da jami qillat ma'nosida ishlatiladi. Jami qillat uchun tayinlangan ba'zi lafzlar ba'zi chog'da jami kasrat uchun ishlatiladi. Şuna deydiki, muşunun ba'si, ba'dudi, qasının ba'si, ab'ila, ab'ul, fi'la, ab'aldın ibaret bulanın ba'si vaz'ida muşu kasratga muşu cemi kasrat bulup muşun işiltilidi. O şu erjulga o'xshash. Erjul asli ab'ul vazni bilan kelgan jami qillat bo'lib, mana bu jami kasrat ma'nosi bilan ishlatiladi. Ab'ul vaznida kelgan. Demak, mushu jamilarning ba'zi, mushu ba'zi chog'da jami kasrat vazni bilan bo'lib keladi. Aksi ja'a kasubi va aksimu sofiga o'xshash keldi. Yine jami kasrat ba'zida jami qillatga o'xshash ishlatiladi. Mesela sufi desek o safatning ko'pligi endi masalan rijal, rajulning ko'pligi rijal degan jami kasrat ba'zi chog'da jami qillatga ishlatilgan ahvol bor. لفعل اسما صح أينا أبؤل وللرباع اسما أيضا يجعل إن كان كالأناق والزراع في مد وتعنيس وعد الأحروف أبؤل أين سهي بوغان أين سهي بوغان اسملانın أبؤل ayni sahih bo'lgan, ayning barobar kelib sahih bo'lgan fa'lun vaznida kelgan ismning jamisi af'ul vazni bilan keladi. Va shundaqla bu af'ul to'tariflik ismlar uchunmi vazni qilinadi. Agar u to'tariflik ism anaqqa o'xshash va zaraqqa o'xshash bo'lsa, harfi mat bo'lishda va muannasning ta'si ta'nisda, ayollikda ishiltilishda ve harfimat buluşta ve harflerinin sani da anak ve zarak o'xshash bo'lsa, hem bu af'ul vazni yine şu to'taraf ism uchun ishiltiladi. Demek fa'lun aynı sahih oldu, pelsun o'xshash. Pelsun jamisi aplus. Zabyun jamisi azyub, zabyun kese aplus yani az bin deb keladi, hazır cemi qilinadi. Aynun ayun deb kelishi uchun ani shas. Masalan, ayni sahih o'g'ini ko'p falsun aplus degan o'xsham. Aynun ayun deb mundaq kelishini aytadi, az uchraydi. Ammo to'tariflik ismlarning af'ul vazni bilan jami qilinishi uchun cho'qim u to'tarif oxirining ayollik ism bo'lishi kerak ve ahirinin aldın qarib harfimat bo'lishi kerak. Anaqqa o'xshash, zaraqqa o'xshash. Masalan, anaqning ko'pligi anuq, azru, yaminning aymun chiqqanga o'xshash chiqadi. Mana bu hammasida masalan shu azra'ata axirini aldın qarib harfimat. Yamindimi axirini aldın qarib harfimat ya. Anaqdımı ahir qarib aldın qarib mat bulup bu harfning sani da muannas uchun ishlatilishda harfi mat bo'lish jihatda shu anaq va ziraq o'xshagan ismlar af'ul vaznidan jami qilinadi demakchi. Va ghayru ma af'ulu fi muttarid min as-sulas isman fi af'alin yarid va galiban aghnahum fi'lanu fi fu'alin ka qawlihim sirdanu. Af'ulning g'ayrida ve gayru ma af'ulu af'uluning g'ayrida 3 harflik ismdan
Ef'al vezni umumlaşıp geldi. Kaide kulli ulab geldi. Hem de ef'ul vezni dikildi. Üç Arap isimler ef'ul vezni geldi. Ayun, eplus degan o'xshash. Amma ef'ul veznin g'ayri dikilleri üç Arap isimden ef'al vezni bilan keladi. Ko'pincha ularni shu fual vezni bilan kelgan isimlarda birligi fual vezni bilan kelgan isimlarning jamisi fi'lan ularni biyojet qiladi, sirdan deganga o'xshash. Masalan, misol ko'radigan bo'lsak, af'ulning jamisi af'ul vezni bilan kelmagan chaqda af'al bilan keladi. Masalan, jabalun fa'alun vezni bilan keldi. Jabalun uch ism ko'pligi jabalun mush ajbal deb keladigan ahvol. Namarun anmar deb keladigan ahvol bor. Undan keyin qutlun aqbal, unqun a'naq, himlun ahmal deb af'al vezni bilan uchar ismlar keladi. Hamda ko'pincha vaqt ularni fi'lan vezni fual vezni kelgandan ki jamisi fi'lan shu fi'lan vezni bilan keladi dedik. Masalan, fual surat desak bu bir xil qushning ismi bo'lib, ko'pligi sirdan deb jami qilingan o'xshash. Jurazun desak bir türlük saçkan, sarı quruq degandek bir saçkanning bir turini ko'rsatadi, ko'pligi jirzan deb chiqadi. Pismin muzakkarin ruba'in bimaddi salisif alatu anhum ittarat. Töteriplik erlik isimlarda üçüncü harfimet doğan töteriplik muzakker isimlarda ulardan ef'ilatun vezni umumlaşkan bir vezni bulup geldi. Siz muş ef'ile veznini mufridi fa'al veznida kelgan yoki mufridi fi'al veznida kelgan isimni lazım tutun. Muzaab igisi bo'lgan holatda u fa'al bilan fi'al yoki i'lal igisi bo'lgan holatda muzaab igisi yoki i'lal igisi bo'lgan shu fa'al yoki fi'al veznida kelgan ismlarning jamisini yana af'ila qilsangiz bo'ladi deydi. Anda bo'lsa ahirning oldin qarab harfi mat bo'lgan to'rt harflik ism g'urab o'xshash, rag'ib o'xshash, himar o'xshash, amud o'xshash ismlar af'ila vezni bilan jami qilinadi. Masalan, g'urab desak bu oxirgi qarabning oldin qarab mat. Mat demakchi o'rnimizdan alif bo'lib oldi zibar bo'lsa, vo bo'lib oldi pash bo'lsa, ya bo'lib oldi zir bo'lsa, buni harfi mat demakchi bu yerda. G'urab o'xshash, g'urab desak buni alif bor, rag'ib desak ya va, amud desak vo bor. Mushuning o'xshash ismlar jami qilinmoqchi bo'lsa, to'tarib ism bo'lg'achqa af'ila vazni bilan jami qilinadi. Masalan, g'urab, ag'riba, rag'ib, arg'iba, himar, ahmira, amud, a'mida deb jami qilingan o'xshash. Endi shundaqla bu vazni ya'ni muzoab bo'lgan mushu yoki harfi illat bo'lgan, illat mavjud bo'lgan yoki muzoablik mavjud bo'lgan ismlar fa'al yoki fi'al vazni kelgan ismlarning jamisimi ham mush af'ila bilan jami qilinadi dedik. Masalan, ina qiba desak buningki bu ismda ina desak fi'al vazni bilan keldi, qiba desak fi'al vazni bilan keldi, amma shundaqla buningda i'lal bor. İ'lal bo'lgandan keyin buning jamisi aniya aqbiya deb, ya'ni i'lal deganimiz aqibatiki hamza jamisi yog'i yotkelgan. Shuni i'lal demakchi biz bu yerda. Va mudoabni batat yoki zimam, imam desak zimam. Endi zimam desak, imam desak, buni azimma, aimma deb jami qilamiz. Buning mudoablik bor. Taziblik harf tekrar tepip muzaab degan nimada ikki harf bir jinsdan ikki harf bir yerda kelib, birinchisi sakin qilib, ikkinchisi harakatli qilib, birinchisining ikkinchisiga kirgizib o'tilib, tashliq belgi bilan alamatu shadda qo'yilgan belgi bilan o'qilgan harf ne demakchi? Endi tashdid degan nimada alamatu shadda deymiz. Buni esa alamatu takrorul huruf.
alamet tekrar. Harflerinin tekrar okuluşunun bir harfin tekrar okuluşunun alameti deyimiz biz bunu. Mesela ezimme desek ep ile onkin ezmimetun. Ezmimetun hazır ezimmetun. Eimmetun. Hani bu idgam kılsak eimme ezimme oldu. Ezmimetun işkimin bir yerde geldi. Her iki hareketlik idgamlaştırışının birisi birisine birlikte kırgızı ötüşünün şartını hazırlaş için birinci mimnin hareketini aldığınki hareket talep kıçoğan zâge pədik. Birinci mim sukun ikinci hareketlik idgam kıldık ezimmeh boğan. Bunu tez'ib demekçi. Fu'lun li nahvi ahmari ve hamra fi'letun cem'an binakli yudra. Ahmer okşaş, ahmer ve hamra'nın okşaşlarının köplüki fu'lun vezde bilen kelidi. Ahmer, hamra'nın köplüki humrun çıkan okşaş. Hem nahvi de bir ibaret sürüp koydu. Ahmer'nin okşaşı, dikinimiz erliki ef'alu, ayallıkı pe'la'u vezde bilen çıkan. Mesela ahmeru hamra, esperu sepra, ezraku zarqa, esvedi savda degan o'xshash ismlarning ko'pligi puqlun vazi bilan chiqadi. Esvedi savda sudun, abyazu bayza buzun chiqqan. Asa buzun chiqdi, yaning sababi bilan ada bana zirg'ib o'tkab, bizunga o'tkalgan. Fi'latun jamman binaqli yudra. Mushu af'alu puqla vaznisi, fi'latun ba'zi chaqda şu cem'i olan alette bilinadigan naqli bilendir degan gap samaidir. Fi'latun vazni samai oludu demekçi. Qandaq bir isim fi'latun vazni kelgan bo'lsa, mufrida mundaq bo'lgan isim fi'latun vazni bilan keladi. Digilolmaydi bu samai bilingan naqli bilan bo'ladi deganimiz shu. Samai. Mesela bu kıyasi emas demekçi. Şeyhun cemisi şeyhatun, sabiyun, sibyatun, feten, fityatun. Bunu fi'latun vezülen geldi. Lakin bu mufrida munda vezülen gelse an cemisi fi'latun vezülen gitti digil olmaydı. Şu bunu samai dişimiz şu. Ve pu'ulun lismin rubaiyin bimad kat zide qabl lamin i'lalen fakat ma lem yuza'af fil a'ammizul alif ve pu'alun cem'en li pu'latin urib ve nahvu kubra li fi'latin fi'al ve kad yaci'u cem'uhu ala fu'al. Töteriplik isimler için şu pu'ul metülen boğan şu İ'lalını yuqatqan lamның aldıda i'lalını yuqatqan lamның aldıda harf ziyoda qilingan matlik to'tariflik ismning ko'pligi fu'ul vazni bilan bo'ladi. Madamiki u hammisida alif igisi muzaaf qilinmasa, alif bo'lib, harfi mat alif bo'lib muzaaflik qilib qolmasa. Mesela bu yerda qad zide qabla lamin i'lalan faqat degan, yine onun lami sahih bo'lgan bo'lsa degan bo'ladi. İ'lalni yo'qotgan lamning oldida harfimiz ziyoda qilingan deganimizda lami sahih bo'lsa, u chaqda u lam i'lalni yo'qotgan bo'ladi. Mesela biz buni ko'rib baqili sarirun deganga o'xshash. Sarirun desak, mana oxiri qaribdan oldin qaribda bu yerda harfi mat ba o sarirundaki yani harfi mat deymiz. Demiş. Sarirunun ma'nosi karvat degan bo'ldi. Mishara harfi mat ba. Hamda harfi mat bo'lgandan keyin yaba mishara. Sarirunda bir yaba bu yani oldi zir qilganlik uchun harfi mat deymiz. Ham bu harfi mat bo'lgan harfi zaid. Zaid deyishimiz asli chunki buning asli sarradan chiqqan so'z deydi. Sarra degan xushal bo'ldi, sarirun karvat. Karvat yatqa odammi shu xushal bo'ladi. Rahatlanadi. Şuna sarir, mesela firash,
himar degan o'xshash so'zlarning ko'pligi sururun, furushun, humurun chiqqan. Chunki bu fuul vazni bilan keladi deb qarag'achqa. Madamiki hammisida alif egasi muzaablik bo'lmasa dedik. Ammo alif egasi muzaablik bo'lib qolgan qarasaqchi. Mesela inan cemisi onun, hicaj köplükü hucuc. Mesela inan alif egasi va mudaab. Hicaj alif egasi va mudaab. Yani alif egasi bo'lgan mudaab deganimiz mana alifning oldidagi harf bilan aliftin kinkarib bir xil bo'lib qolgan hijajga o'xshash. Inanga o'xshash manda bo'lib qolganlari asli bu fuul vazni bilan jami qilinmaydi. Ammo inan, onun, hijaj, hujuj deb kelib qolibdi desa, bu shaz deb qaraladi. Şuna zimamning va imamning ko'pligi fuul vazni bilan kamaydi. Chunki buningda harf matba va mudoablik bor. Harf mat alif egasi harf mat bo'lib, bu mudoablik shakllanib qolgan alifning oldi va keyinda ishkarib bo'lgan, uni zumum andin umum deb manda jami qilinmaydi. Va fualun jam'an li fu'latun urib. Fual arab tilida tunilgan fu'laning mushu fual fu'lat vaznida kelgan ismlarning jamisi bo'lib tunildi. Ve fu'la vaznida kelgan ismlarning mo jamisi bo'lib tunildi, ko'proq o'xshash. Endi fu'latun buning masalan ko'pligi fual vazni bo'lib tunildi. Masalan g'urfatun g'urab deganga o'xshash. Qullatun qulal deganga o'xshash. Ve shundaqla fu'la vaznining ko'pligi fual bo'lib chiqadi, kubra kubar, sug'ra sug'ar, puzla puzal deganga o'xshash. Li fi'latin fi'alun vaqad yaji'u jam'uhu ala fu'al. Endi fi'latin uchun fi'al vazni bor. Fi'lat vazni kelgan ismning ko'pligi fi'al chiqadi. Ba'zining ko'pligi fu'al vazni bilan ham keladi. Mesela qirbatun fi'latun vazni bilan keldi. Qirbatun ko'pligi qirab deb fi'alun vazni bilan keladi. Ama qisman holatlarda fu'ul deb qurab deb chiqadi. Mesela firyatun firan chiqadi. Ba'zida fu'al. Mesela hilya ko'pligi hulan, lihya ko'pligi luhan deb chiqqan o'xshay fu'alun vazni bilan keladigan ahvol bor, lekin bu qalila holat. Fi nahvi ramin zuttiradin fu'ala ve şa'a nahu kamilin ve kemele. Raminning o'xshashlarida fu'alatun vazni umumlashgan. Ve bu fu'alatun yine kamilning o'xshashlari, kamilun kemelening o'xshashlari mu anayda ko'p tarqaldi. Endi nahvurra min zuttira degan umumlashgan, umumi qoidaga so'g'an raminning o'xshida fuala vazni bor demakchi o'g'ini umumlashgan raminning o'xshashlarining jamisi fualatun vazni bilan jami qilinadi. Endi umumlashgan kulli qoida bo'lgan raminning o'xshi degan nima desa, ramin mushu üç harflik fiilning ism fa'ilin vaznida kelgan lam-ı mu'tal. Lam-ı mu'tal bo'lgan sulasi mujarradning ism fa'ilini demakchi. Rabin, qazin, mashin, hadin degan o'xshash ismlarning jamisi fuala chiqadi. Hem mushu fa'ilining o'xshi kamilin kamilaning o'xshi ta'rifimiz üç harflik fiil lam-ı sahih bo'lgan fa'ilin vaznida ism fa'il keldi, kamilga o'xshash. Bularning jamisi kamala bo'lib tarqaladi. Endi fuala mana bu ramin qazinning jamisi fa'il vaznida kelgan. Bunun o'xshiligimiz aqil muzakkar uchun sifat bo'lgan qoida. Ramin rumat, qazin quzat, mashin mushat, hudat deganga o'xshash. Endi fa'ala vazni keladi. Bu lam-ı sahih bo'lgan, mesela kamilun kamala, bariun baraa, talibun talaba deganga o'xshash. Mana bu vaznlar
şu cemut taksirinin veznlerinin qatarını hesaplanır. Fa'la li vasfin ka qatil ve zamin ve halikin ve meyyitun bihi qamin. Qatilga o'xshash maf'ul ma'nosi bilan kelgan qatilga o'xshash va fa'il ma'nosi bilan kelgan zaminga o'xshash, halikga o'xshash, fa'il vaznida kelgan mayyitga o'xshash sifatlar uchun fa'la formala bo'lishga loyiqdir. Vazni bo'lishga loyiqdir. Fa'la maf'ul ma'nosi bilan kelgan fa'il vaznidagi qatilga o'xshash fa'il vaznida kelgan ism sifatlar uchun va fa'il ma'nosida kelgan zaminga o'xshash fa'il vaznida kelgan sifatlar uchun, halik fa'il vaznida kelgan sifatlar uchun, fa'il vaznida kelgan mayyitga o'xshash bunda sifatlar uchun fa'la bu vazni bo'lishga arziydi. Onda masalan qatil bu maf'ul ma'nosida rajulun qatilun desak rajulun maqtulun ma'nosida mana buning ko'pligi qatla chiqadi. Qatilun qatla, asirun asra, jarihun jarha deganga o'xshash. Shundaqla endi mushu fa'il vaznimi, ya'ni mushu vazn fa'il vaznimi odatda fa'il ma'nosi bilan kelgan fa'il vaznining jamisi fa'la chiqdi. Masalan, zaminun zamna deb chiqqanga o'xshash. Halik masalan halka, mayyitun mauta deb mushu fa'la vazni buningga vazn bo'lishga arziydi. Li fu'lin isman sahala man fi'ala wal waz'u fi fa'lin va fi'lin qallala. Lami sahih bo'lgan fu'lun vaznida lami sahih bo'lgan fu'lun vaznida kelgan ismlar uchun jami formasi fi'alatun bilan keladi. Mushu fi'alatun vazni fa'lin vaznida kelgan lam sahih bo'lgan ismlarda fi'lin vaznida kelgan lam sahih bo'lgan ismlarda ozdir. Demak, lam sahih bo'lgan fu'lun, lam sahih bo'lgan fa'lun, lam sahih bo'lgan fi'llarda fi'alatun vazni bilan jamisi keladi, ama fu'lunda aksar fa'lun ve fi'lunda aqal bo'ladi bu fi'alatun vazni. Masalan, dubbun dibabun, kuzun kivazun deganga o'xshash, durjun dirajun deganga o'xshash. Endi fi'alun oz dedik. Masalan, zavjun ko'pligi zivajun deb chiqishi, qirdun qiradun deb chiqishi oz, lekin mavjud. Ve fu'alun li fa'ilin ve fa'ila vasfeyni nahu azilin ve azila ve misluhul fu'alu fima zukkira ve zani fil muallil la men nedara. Fu'al vazni süpet olab kelgan azilaga o'xshash süpet olab kelgan fa'il ve fa'ila uchun jami formulasi hesaplanadi. Azil erliki, aziletun ayallık olup, aziletunga o'xshash sifat olib kelgan fa'il fa'ilatun. Fa'il erliki, fa'ilatun ayallıqning jamisi fu'al chiqdi. Demak, bu fu'al vazni er ayallıqqa ba'zi o'rtaq olib ishlatiladigan vazni olib keladi. Masalan, sa'imun suvvam, saimetunun köplükümü suvvam çıkırgan ahval ba. Azilun uzzal, aziletun uzzal deb çıkkan. Ve misluhul fu'alu fima zukkira. Ve onun o'xshi, yani muşu fu'alının o'xshi fu'aldur. Fu'alının o'xshi fu'aldur muzakkar qılinganda. Amma fu'al tullab deganga o'xshash, muzakkar bo'lgan fa'ilun vaznida kelgan muzakkar sifatlarning jamisi fu'al chiqadi. Mana mush ikkisi lami illatli qo'g'allarda az. Mayli fu'al vazni bo'lsin, mayli fu'al vazni bo'lsin, lami illatli qo'g'an
faili failiyatın isimleri de az uçuraydı. Hem de fual adette gazın, guzza, talibin tullab çıkan qo'xshash chiqadi. Nima? Talibin tullab deb chiqdi. Endi fual lamillik bo'lganda azingga g'azinning ko'pligi g'uzza mi chiqdi? G'uzza mi chiqdi? Ammo az chiqdi bunda ahvollar. Fa'lun va fa'latun fi'alun lahuma wa qalla fima aynuhu ya minhuma. Fa'lun, fa'latun fi'alun lahuma. Endi fa'lun ve fa'latun üçün fi'al. Fi'al vezni, fa'lun vezni kelgan isimlarning, fa'latun vezni kelgan isimlarning jamisi fi'al vezni bilan chiqadi ve uning ayni ya bo'lganlarda u ikkisidan fa'lun bilan fa'latunning ayni ya bo'lganlarida fi'alun vezni az. Mesela qas'atun desek fa'latun vezni keldi. Bunun jamisi fi'alun qisa'un. Ka'bun, sa'bun desek bunun köplüğü ka'bun, si'abun deb keladi. Bunu fa'lun, fa'latun. Endi ayni ya bo'lgan zay'atun o'xshash, fa'latun yoki fa'lun ayni ya bo'lgan zaypun o'xshash ismlarning köplüğü fi'al ziyab deb zaypunning ziyab, zay'atunning ziya kelishini aytdi. Az uchraydi. وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضاعفا ومثل فعل زتا وفعل مع فعل فقبل. فعل üçün hem fi'al vezni var. Fa'alun vezni kelgan birlik isimlarning jamisi fi'al vezni bilan chiqadi. Onun lami illetlik olmasa, şu fa'alunun lami illetlik olab qalmasa, mesela fa'alun desek fata desek fa'alun özünü kelgan lekin lami illetlik olab qalgan. Yoki onun lam bu isim lamda mudaaflik shakllanmagan bo'lsa, talalun degan o'xshash. Buni mudaaflik deganimiz takrar o'xshash bir harfning takror tepishi hosil bo'lmagan bo'lsa. Bundaq bo'lmaganda onunki jamisi fi'al vezni bilan chiqadi. Ve fa'alning o'qishi ta'igisi bo'lgan fa'alatun demakdir. Fa'alning o'qishi ta'igisi bo'lgan holatda ve fu'lun fi'li bilan qo'shib bunimi qabul qiling deydi. Masalan, ramhun jabalun masalan jamisi jibal, Cemalun cimal degan o'xshash. Mana bu fa'alun o'zini kelgan. Endi uning lamida lami illallik bo'lmasa, dedik lami illallik emas ayni bayon qiling. Yoki lami muzaffat bu lami muzaab bo'lmasa, lam muzaab bo'lsa fi'al o'zi bilan chiqmaydi. Masalan talal desak jamisi atlal chiqadi yoki tulul chiqadi, tilal chiqmaydi. Endi fa'alunning o'qishi tagisi bo'lgan holatda degan fa'alunning ta'igisi olgan fa'ala deganimiz fa'alatun vezni kelgan ismning ko'pligi mu fi'al bilan chiqdi. Masalan samaratun ko'pligi simar deb chiqqan o'xshash. Endi fu'lun va fi'lun bilan qo'shib fu'lunni qabul qiling debdi. Fi'lun bilan qo'shib birligi fi'lun yoki birligi fu'lun vezni kelgan ismlarning jamisi mu fi'al chiqadigan ahvol bor. Masalan zi'bun zi'ab deb chiqqan o'xshash. Rumhun rimah deb chiqqan o'xshash. Va fi fa'ilin wasfin wasf fa'ilin warad fi fa'ilin wasf fa'ilin warad kazaka fi unsahu ayzan ittarat. Fa'il vezni kelgan sifat olab kelgan şu fi'al fa'il demek keldi. Tavilun tival degan o'xshash. Mufridi fa'ilun veznida sifat olab kelgan fa'ilda. Yani fa'il ma'nosi bilanki
fail ma'nosi bilan kelgan fa'il vaznida kelgan sifatda fi'al jamisi bo'lib keldi deydi. Fi fa'ilin vasfi fa'il degan gap fa'il ma'nosi bilan ketgan sifatlar va vazni fa'il ma'nosi bilan keladi. Masalan, tavil desak, vazni fa'il, lekin fa'il ma'nosida igiz bo'g'uchi degan bir ma'no bilan keladi. Shu fa'il ma'nosida ketgan fa'il vaznida fi'al keldi. Masalan, tavilun tival degan qo'shin. Shundaqla onun ayolliqida ham bu tival fi'al vazni umumlashdi. Masalan, tavilun onun aylığı tavilatundmu köplüki tival. Tavilatun köplüki tival keladi. Karimun köplüki karimun ayolliqi karimatun köplüki kiram. Afifun afipatun ipab. Şarifun şaripatun şirab deb chiqqan o'xshash. Ve şa'a fi vasfin ala fa'lana ev unsayayhi ev ala fu'lana. Bu fi'al vazni ham shundaqla fa'lana vaznida kelgan sifatlarning ko'pligimi fi'al chiqadi. Fa'lan. Masalan, fa'lan desak sakran ko'pligi sikar deb chiqqan qo'sh. Nadman köplüki nidam deb chiqqan o'xshash. Ev unsiyayhi u fa'lan yoki u fa'lanning ikki dona ayolliqida uning ayolliqining ko'pligimi fi'al chiqadi. Fa'lanning ikki dona ayolliqi degan nima degan bo'lsangiz, fa'lanning ikki dona ayolliqi bor. Fa'lanning bir ayolliqi fa'lanatun. Fa'lanu vaznida kelgan ismning ayolliqi ikki xil ehtimollik bilan. Fa'lanu fa'la. Bu g'ayrimunsirif bo'ldi dedik. Fa'lanatun kelsa biz buni g'ayrimunsirif babida o'tirgan g'ayrimunsirif bo'lmaydi degan. Demak, mushu fa'lanatunning ko'pligimi fi'al chiqadi. Masalan, sakranu sakra, nadmanu nadmanatun deb kelsa ko'pligi nidam, sikar chiqqan o'xshash. Ev pu'lana. Endi yoki pu'lana vazni kelgan bo'lsa-mu bo'ladi deydi. Sakranu sikar, nadmanu nidam degan fa'lanu muannas fa'lanatun, imra'atun sakra, imra'atun nadma. Yoki mufridi pu'lan vaznida kelgan ismlarning jamisi pu'lan vaznida kelibdi, jamisi fi'al chiqadi. Mesela xumsanu ximas. Humlanning ko'pligi chiqqan qo'shi xumsan ximas. Humlan himas. Himan deb chiqqan o'xshash. Wa misluhu fu'lanatun wa alzimanhu fi nahvu tawilatin tafi. Onun o'xshi fu'lanatundur. Fu'lanning o'xshi fu'lanatun deganga muzakkiri fu'lan ayolliqi fu'lanatun chiqdi. Masalan, xumsanatun jamisi ximas chiqdi. Bun shunga siz mushu fi'al vaznini tavilatunning o'xshishlari lozim tuting. To'liq vafo qiladi bu vazni deydi. Va bifu'ulin fa'ilun nahu kabid yukhassu ghaliban kazaka yattarid. Fi fa'lin isman mutlaqal fa wa fa'al lahu lil fu'al fi'lanun hasal. Ve şa'a fi hutin ve qa'in ma'ama dahahuma ve qalla fi gayrihima. Kabidga o'xshash fa'il vaznida kelgan ismlar fu'ul bilan jami qilinadi. Kabidga o'xshash kabidning kabid fa'il vaznida kelgan mufrad ism. Endi kabidga o'xshash fa'il vazni fa'il vazni
pu'ul bilan cemi qılınışqı xas qılınıdı. Şundaq xas qılınıdı köpünçe. Şundaqla fası mullaq olğan fa'lun vaznida kelgan ismlarning ko'pligi pu'ul bilan cemi qılınıdı. Endi fası mullaq deganimiz fa'lun, pu'lun, fi'lun demakchi. Ve fa'alun mu fa'alunning mu cemi şu pu'ul bilan cemi qılınıdı. Fi'lan pu'al vaznida kelgan ismlar uchun fi'lan hosil bo'ldi. Va shundaqla bu pu'ul, hud va qa lada ve bu ikkisiga o'xshab ketganlarda tarab ketdi. U ikkisining g'ayrida fi'lan az bo'ldi. Fi'lan sha'ni. Fi'lan hud va qa'da tarardi ve onun o'xshadi. Ammo u ikkisining g'ayrida az bo'ldi. Demek bu beytin demek çoğunu fa'il vazni pu'ulga cemi qılınıdı. Kabit kubutga cemi qılıngan o'xshash deydi. Bu pu'ul vazni shundaqla umumlashgan bir qoidadir. Fa'lun, pu'lun, fi'lun vaznida kelgan ismlarga. Masalan, falsun, pulus. Sijnun, sujun. Mana fa'lun, fi'lun keldi. Endi jundun, junud deb cemi qilingandik. Mutlaqal fa degani shu zibar zir pesh maqsad qilingan. Va fa'alun lahu deganga mushu pu'ul va fa'alun lahu dedi. Mushu fa'alun vaznida kelgan ismmi pu'ul vazni bilan cemi qilinadi degan bo'ldi. Mushu fa'almi pu'ul bilan cemi qilinadi. Masalan, asadun usud deb kelgan o'xshash. Ammo fi'lan vazni fi'lan vazni pu'al vaznida kelgan ism fi'al fi'lan bilan cemi qilindi. Masalan, pu'al uchun fi'lan hosil bo'ldi degan gap, pu'al vaznida kelgan mufrad ismning ko'pligi fi'lan chiqdi. G'urabun g'irban deb chiqqanga o'xshash. G'urabun g'irban, g'ulamun g'ilman deb chiqqanga o'xshash. Ammo shundaqla bu fi'lan hud va qa va uning o'xshashlari tarab ketdi dedik. Masalan, tajun tijan deb chiqqan qo'sh. Xalun xilan deb chiqqan o'xshash. Hutun hitan, qayun qiyan deb chiqqan o'xshash. Ammo uning ikkisining g'ayrida mushkika o'xshat qoldirdi bunda keladi. Bu ikkisiga o'xshamaydi qoldirdi unda kelmaydi. Bu ikkisiga o'xshatgani qanda desa, uch harflik bo'lgan oxir qaribning oldin qarib vo yoki alif bo'lib kelganini ko'rsatib turibdi. Ammo axunga o'xshashlar ixvan deb munda keladi, ammo g'azalning g'izlan deb kelgan o'xshash. Va fa'lasman va fa'ila va fa'al g'ayr muallil ayni fu'lanun shamal. Ayni illatlik bo'lmagan, ayning barabarida kelib illatlik bo'lmagan, harflat bo'lmagan fa'la, fa'lun vaznida kelgan ism, fa'il vaznida kelgan ism, fa'al vaznida kelgan ismlarni fu'lan o'z ichiga oldirganga bularning jamisi fu'lan bilan chiqadi. Masalan, fa'lun, zahrun, zuhran, rag'ibun, rug'ban chiqqanga o'xshash. Hamalun humlan deb chiqqanga o'xshash. Hamalun humlan. ولكريم وبخيل فعلا كذا لما دهاهما قد جعلا وناب عنه فعلاء في المعل لا من مضاعف وغير ذاك قل. Karim ve baxillar uchun fu'la bilan jami qilinadi. Endi karimga o'xshash sifatlarimiz, masalan, madih fa'il vaznida kelgan madihni bildirgan sifatlar uchun, baxil fa'il vaznida kelgan zamni bildirgan sifatlarning jamisi fu'la vazni bilan chiqadi va bu ikkisiga o'xshash qoldirning jamisi ham fu'la vazni bilan chiqadi. Bu ikkisiga o'xshash qoldirma ham Allah uchun fu'la vazni qilindi dedi. Va naba anhu abilahu fil muallal lam
lamı illetlik bo'lganlarida, lamı muzaab bo'lganlarida af'ila'u uningdan naib bo'ldi. Fa'ilin vazni kelgan lam illetlik bo'lib qolgan bo'lsa, yoki sifatni bildirir, madini bildirirken yoki zamni bildirirken, maqtashni ya sukashni bildirirken, ammo fa'il vazidan chiqish asli fu'la vazni bilan chiqish kerakdi. Lekin af'ila vazni uning naib bo'lib keladi, lam illetlik bo'libdi. Ya lam mudaafken ve aşının gayrinin af'ila vaznida kelishi az oldu. Mesela biz bu yerda karimun kuruma, baxilun buxla deb chiqqan bo'lsa, sökashni, maqtashni bildiradi ikkisi. Endi lam illetlik bo'lganlar uchun af'ila vazni saxiyun asxiya jalilu desak lam illetlik. Yoki lamı muzaaf bo'lsin degan jalil lam muzaaf aynashada ajilla chiqqanga o'xshash. Mushu vazni bo'yicha lam illetlik bo'lmagan, lam muzaaf bo'lmaganlarning mushkil jami qilinishi az bo'ldi. Masalan sadiqun asdiqa, nasibun ansiba deb chiqishi az. Fa'ilun li fa'ala wa fa'al fa'ila ma'a nahwi kahil haizin ve sahilin ve fa'ila ve şezz fil faris ma'a masile. Fa'il vezni fa'ala mufredi fa'ala şeklinde kelgan, mufredi fa'il veznida kelgan, mufredi fa'ila veznida kelgan, mufredi shuni bilan birga fa'il veznida kelgan ve haizga o'xshash shu ayollik uchun muzakkar lafzi bilan ayollik uchun ishlatilgan haizga o'xshash, hayvonlar uchun sifat bo'lgan sahilga o'xshash yoki fa'ilatun shu vaznida kelgan ayollikning sifatlari bilan kelgan fa'ilatunga o'xshash ismlarning ko'pligi fa'ilga jami qilinadi. Endi bu fa'il vaznining Parisda jami qilinishi az bo'ldi. Favaris deb nima qilinishi uning o'xshashlari bilan bilinadi. Masalan, javharning ko'pligi javahir. Fa'al vaznida kelgan xotamning ko'pligi, tabaning ko'pligi xawatim, tawabi chiqqan qo'sh. Fa'ila xasiyaning qavasi chiqqan qo'sh. Kahilning kavahil, shahidning shavahid chiqqan qo'sh. Endi haiz, taliq, haiz bilan taliq o'xshash. İkisi ayollarning sifati muzakkar lafzi. Havaiz tavaliq degan o'xshash. Sahil ve onun o'xshashi hayvonlar uchun sifat aprasun savahil hamirun navahiq degan o'xshash. Fa'ila bu aqlsizlarning bulduğuyla bari'a bavari naiba navaib deb kelgan o'xshash. Ammo Pavarisninki Parisning ko'pligi Pavaris kilish shakli naydi az, lekin arablardan keldi. Chunki fa'il vaznida aqllarga sifatlab kelgan holatda fa'il vaznida kelishni aytdi az. Ve bi fa'il icma'an fa'ala ve şibehu zatain ev muzalah. Fa'il bilen fa'aletun vaznida kelgan ismni jami qiling. Ve şu fa'aletinin o'xshash ismlarning ta'igisi bo'lgan fa'al emas fa'aletun. Şu fa'aletinga ta'igisi bo'lib kelgan fa'aletinga o'xshatgan ismlarni fa'ilda jami qiling. Mayli u fa'aletunga ta'igisi bo'lib kelgan bo'lsin, av muzavala yoki ta yo'qolib kelgan fa'aletun ve fa'alun vaznlarini fa'ilga jami qiling. Masalan sahaba ta keldi, sahaib bo'lgan o'xshash. Zavaibe zavaib kelganga o'xshash. Ham fa'ala. Endi hamulat masalan shu fa'alatun ve uning o'xshashlari ta'igisi bo'lgan holatlar degan gap. Fa'alatning o'xshashlari shu muannasning ta'sida 3-chi harf ilib bo'lgan. Harfi mat bo'lgan fa'alatun desak, shu oxir muannasning ta'sida bo'lganda oxirga oldin qarab harfi mat. Hamulatun demi o'xshash, hamail, hamilatun hamail deb chiqqan o'xshash. Mel tavlan bo'lsin
yoki ta'siz olsun. Shamal, shamail, sahab, sahaib deb jami qilingan o'xshash. Bil fa'ali vel fa'ala jumi'a. Sahra vel azra vel qaysat ba' vel qaysat ba'a. Fa'ali bilen ve fa'ala bilen cemi qilindi. Sahra, azra'la. Sahra ve azra'la fa'ali bilen fa'ala bilen. Sahra'u, sahara. Sahara. Yoki sahari. Azra. Fa'ala ve azra. Yoki azari deb. Muşu o'qishga agishing mushkil holati jami qilsangiz bu qolganlarni sahari, sahara, azari, azara bushunga qolganlarni o'qishganlarni bushunga o'qishib jami qiling. Vaj'al fa'aliya li ghayri zi nasab juddida kal kursi tatba'il arab. Fa'alini jami qiling, fa'ali vaznida jami qiling. Muşu nasab igisi bo'lmagan fa'ali vazni kelgan ismlarni mu fa'ali yoki fa'ala bilan jami qiling. Endi li g'ayri zi nasab juddida deb yengidin nasab igisi qilinmagan. Endi qalamoqqa oyog'ida nisbatning yasi badek. Masalan kursiyun desak, kursiyun urunduq degan bo'ldi. Buning oxirgi ya nisbatning yasi emas. Endi nisbatning yasi emas. Ama nisbatning yasiga o'xshaydi. Endi bu yerda iboratda bir gap bor. Li g'ayri zi nasab, nasab igisi bo'lmagan desa bo'tdi. Li g'ayri zi nasabin juddida. Yengidi nasab igisi qilinmagan degan amilda bo'lsa, kursiyinga o'xshashki yalar asli nisbatning yasi bo'lib, keyin uning nisbatning yasi ekanligi unutilgan, nasiyan mansiya bo'lib, nisbatning yaligi unutilgandan keyin bu chaqda uning jadidlik holati yo'qoladi. Qadimlik holati o'tkelgan. Shu yerda deydi, jadid bo'lgan nisbat yasi bo'lmagan ismlarni. Oxirida nisbatning yasi bor, lekin bu nisbatning yasi jadid emaskan, qadimkan bo'lsa, mushunda kelgan ismlarni fa'aliga jami qiling, kursini karasiga jami qilganga o'xshash arablarga agashgan bo'lasiz. Ve bi fa'alila ve şibhihi intiqa fi cem'i ma fevqa selaseti irtaqa. Fa'alil ve fa'alilning o'xshashligi bilan talaffuz qiling. 3 harfdan yuqori bo'lgan ismlarni. 4 harflik, 5 harflik ismlarni fa'alil, fa'alilning o'xshashligi bo'lgan fa'il, mafa'il, fa'il o'xshash mushundaq vaznlar bilan 3 tarafdan yuqori bo'lgan insonlarning ko'pligida bularni talaffuz qiling deydi. Masalan, Ja'farni Jafa'ir, Ja'farni Ja'afir, masjidni masajid, kahin kavahil deb jami qilingga o'xshash. Endi o'qishni maqsad 3 harfli ziyoda bo'lgan, 4 harflik, 5 harflik demakchi o'g'ini. Min g'ayri ma'ma da'abtu. Yuqorqi o'tganlardan boshqa yuqorqilardan boshqa. Yuqoridami 4 harflik ismlar chiqdi. Mesela ahmar va hamra deb chiqdi. Lekin uni biz humrunga jami qildik. Çünkü yuqorqilardan boshqa. Va min khumasi jurrida va min khumasi jurrida al-akhiran fi bil qiyas dedi. Va khumasi ki jurrida qilingan gap asli harflarining hammasi asli bo'lgan harfi zaitın xali qilingan 5 harflik ismlardan safarjilik o'xshash harfi zaitın xali qilingan 5 harflik ismlarning oxirini mushu fa'alil vaznlariga o'xshatib oxirini tashlang, infi oxirini yo'qoting. Masalan, safarjilni jami qilmoqchi bo'lsangiz safarij qiling, lamni tashlang. Farazdaqni jami qilsangiz qatni tashlang, parazit qiling deydi. Yuqorqilardan boshqa, yuqorqilari undan boshqa vazn bilan kelgan. Var-rabi'u shabihu bil mazid qad yuhzafu dun ma bihi tammal adad. Mushu 4.
harfi zaitga o'xshab qatgan ismlar. Harfi zaitga o'xshab qatgan 4-harfi ba'zi tashlanadi, oxir qarib tashlanmasdan. Dunuma bihi tammel adet. 5 harfdan iborat son to'liq bo'lmas. Uning bilan to'liq bo'lgan narsasiz 5 harf qismda 5 harf bilan to'liq o'tdi, oxir qarib bilan to'liq o'tdi. Shunga son ining bilan 5 harflik son ining bilan to'liq o'tgan narsasiz. Mushu harf zaitga o'xshab qatgan 4-harf ba'zi tashlanadi. Masalan, xadarnaq deganga o'xshash. Xadarnaq o'mich degan ma'noda bu mana nun oxirgi nun tashlanadi, chunki bu oxirgi nun harf zaitga o'xshab qolgan xadariq deb jami qilinadi. Ahsini asli 4-harf tashlanmay oxir tashlanish kerakdi. Masalan, saparjilni saparij deb jami qilgan o'xshash. Lekin durust. Ve za'idel adiyar ruba'i hzifhuma lam yaku leynen israhul lezi hatama. Tötariptin yuqur boğan, tötariptin eşipke muşu fa'alil ve fevail, mefail, fevail muşu vaznelleri bilen isimni cemi qilish uchun 4-harfdan eşip ketgan harfni tashlab o'ting. Madamki shu harf uningdan keyin şu harf harflin olmasa onundan keyin isim ining bilan oxirlashgan harf bar harflin olmasa 4-harf tashlavatsangiz bu 4-harfga rubaydin eşip ketken, tutar isimden eşip ketkichuningki ziyoda harfini tashlab o'ting. Shu harf nima bo'lib qolmagan bo'lsa, masalan saparjil desak 4-harfdan eşip ketgan. 4-harfdan eşip ketgan 5-harf. Mushuni ziyoda bo'g'ichisini tashlavatsangiz bu harflin bo'lmasa. Saparjilda harflin yo'qdi, saparij, jahmish, jahamir deb nima qildik. Ama şu onun ahırda israhu undan keyin isim inin bilan oxirlashgan harf bo'lgan harflin bo'lib qolsa tashlavatsangiz bo'lmaydi. Masalan, qindil, uspur desak oxirining oldin qarib harfimat. Uspur desak oxirining oldin qarib bu harfimat bo'ldi. Qindil desak oxirining oldin ya harfimat bo'ldi. Jami qilsak uspurni asapir, qindilni qanadil, qirtasni qaratis deb jami qilamiz. Buni bunda böyle harfimat ba, oxir qaribni oldin qarib bo'lgan 4-harfimat bo'lgan. Buni tashlab atmadik. Chunki shu oxirni oldin qarib harfimat bo'lganligi uchun. Fa'il vazni bilan jami qilingan. Ana bu fa'il vazni bilan jami qilinish deganimiz 3-harfi ilib bo'lgan, uningdan keyin 2-harf kelgan. İlibdan keyin harf kasr o'qilish bilan birga. Yoki 3-harfi alif bo'lgan, undan keyin 3-harf kelgan, 3-harfni o'tirib qarab sukun bo'lgan. Yana bu vazni siyg'a muntahal jumu vaznlari maqsad qilingan bu vaznlardan. Was-sin va ta min ka mustad'in azil iz bi bina'il jam'i baqahuma mukhil. Wal mim awla min siwahu bil baqa' vel hamzu vel ya misluhu in sabaqa. Mustad'inning o'xshashlaridan sin bilan ta'ni yuqtung mushu jam'ining qurilmasiga, chunki u sin bilan ta'ning qab qilishi mushxil jam'ining qurilmasiga daxl yetkazganligi uchun. Endi mustad'inning o'qishi degandan nima degan gap desa, istab'ala yastab'ilu babida kelgan mushu fillaning ismi fa'illari yoki ism maf'ullari mushu siyg'mantuhal jumu vaznida jami qilinmoqchi bo'lsa, mustad'indagi sin bilan ta'ni tashlavatsak, shuni bilan bu jami qilinadi. Mustad'in jami qilinsa, vaqtda men bilan muda'in deb jami qilinadi. Asl muda'i, masajid degandek mada'i deb jami qilinadi. Vel mim awla min sivahu bil baqa. Mim
taşlanmay qaldırışqa özünün başqısından əvladır. Əmdi mustadindiki əsli hərfi zait, mim hərfi zait, sin hərfi zait, tam hərfi zait olan ikin 3 tane hərfi zaitlarının içidən bir ki hərfi zait deganimiz keliminin əsli hərfi emas deməkçi. Keliminin əsli hərfi olmagan bu 3 hərfdən sin bilan tan taşlığınımız əvla minni taşlığandındık. Minnin qab qilishi eng muhim buludu. Vel hamzu vel ya misluhu in sabaqa. Hamza ve ya'mu şu mimga o'xshashdir agar u ism hamza bilan kiptu ya ya bilan kiptu. Mimning mada'in deb keldi. Endi masalan hamza bilan kiptu alandat deb, ya bilan kiptu yalandat deb. Alandat, yalandat deganga o'xshash ismlarni jami qilsaqcho, endi oxirida qasını taşlaymayız desek bunun da alandatni nunni, yalandatni nunni taşlab keltirimizni. Alandatni jami qilsak aladu, aladidu, yaladidu, aladu, yaladu deb jami qilinadi. Vel ya lal wa ihzibin jama'tama kahayzabunin pahve hükmün hutima. Yanı taşlan emes vuni. Vuni taşlamay yanı taşlan qandaychaqda agar hayzabunning o'xshishini jami qilsangiz, u keskin qilingan hukmdir. Hayzabunga o'xshash harfi zait, o hayzabunda ya harfi zait, o harfi zait olganda hayzabunda bunun da vun taşlama yanı taşlan. Anda olsa haza binu deb jami qiladi. Hazabinu deb mafailu fa'ailu vaznlan jami qiladi. Hazabinu deb. Hazabinu deb o haza bunu te o yağıtıldı hazabinu oldu. Ve khayyaru fi zaidayim saranda ve kullu ma dahahuma alanda. Endi sarandanın ve alanda, saranda alandalan sarandanın ve o sarandaga o'xshaytgan alandalardaki ziyoda bo'lgan harflarda ular ixtiyor berildi, qo'yir ixtiyor berildi. Sarandada nun taşlamtimiz ikki harf zait nun randal. Sarandada nunni taşlamtimiz alif numu, alanda nunni taşlamtimiz alif numu. Bunu iki yol durust deydi. Sarandada ilifni taşlasak cemisi saranit butu. Nunni taşlasak saradi oludu. Alanda ilifni taşlasak alanit, nunni taşlasak aladi deb cemi qılınıdı. Saranda degan nayet işlarni tiz bücürüçü alanda her qandaq narsadagi nayet qo'pol qismini yoki cho'ng bo'lgan Ba'iruz zaxmi, çoğun tüge degandek bundan narsalarni ko'rsatdi. Mana bu yuqorida bizning so'zlab o'tganimiz avzanu jam'ut taksir. Jam'ut taksir vaznlarini ko'rib o'tdik. Keyingi darsimiz ismut tasg'ir, ismlarni tasg'ir qilmoqchi bo'lsa qaysi xil vazn bilan tasg'ir qilinadi degan haqida to'xtalamiz. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.